Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini Turobank aksiyadorlik tijorat bank hamkorligida jami 8,3 gektar yer maydoni 345-378 konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida kartoshka mahsulotları yetishtirilmoqda. Loyihaga bugungi kunda agrotexnik ishlari va o'g'itlash ishlari amalga oshirilmoqda. Loyihaga 51 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 19 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Lider tadbirkor sifatida Zilol mahalla servis 777 mas'uliyati cheklangan jamiyatiga biriktirilgan har bir gektar yer maydonidan 2,5-3 tonnagacha, jami yer maydonidan 25 tonnagacha mahsulot olish rejalashtirilgan. Kartoshka yig'ishtirib olingandan so'ng kelgusi yilda serhosil serdaromad mahsulot olish maqsadida yerda haydash ishlari olib boriladi.